Jinda bering. Qaysinga aka? Oq qolagami? Dehqonchilikka. Ekkovgami? Ularga beradigan. Aka jinga aka. Bo'ldi. 39 million 200 ekan. Mana bu ikkinchida. Mana bu. Dehqonchilik ekan. Xuddi mana shu bo'ladi. Mana shu bo'lyapti. Adash bular nima bo'ldi? 62,5 dan kiloga. Taroziga ketdi 62,5 dan boramiz, ko'ramiz. Lekin buqalarda ham baqqon odamga mashalloh rahmat deb qo'yasizlar. Bunchadan pul sanab berish ham oson emas, baqish ham oson emas. Bu yerda savdo 2-da bo'lib turibdi dehqonniki. Ketdi. Onda ekan oltinlar. Ketdi, ikkinchisi ham bor. Buni ham ko'ramiz. Ha. Hozir ko'ramiz. Posh aka, posh. O'ting. Bitta ikkovi keldi. 62,5 dan bo'lganlar ketyapti. Aytavringlar taxminan necha kilo chiqishini. 62,5 dan. Voy jonivor. Adashmashim kerak, demi? Bolni ichida yuribsiz. 62,5 dan. Manchi kilo adashib qopmanda. necha kilo chiqdi? 427 kilo. Ko'chaga Bu kiloga. Ekko'ga. Bu qaysi buri? Men olganmi Mahmudjon? Mana deyapti. Sizgami? Mahmudjon Rasmiylar Mahmudjon bo'lmadi bu. Qayon chiqmab. Mahmudjon. 57 da to'xtamayapti. 57. Eleraga torting. Bittasi. Qattaga oling bittasi. Necha o'ynab turibdi? Bir xil ushlab turinglar. Yo'q, qimillaveryapti o'zi. Qattasiga beraver. Hozir ko'ramiz. To'xtamayapti. Yo'q, to'xtamayapti. Orqaga ketyapti. Orqaga ketyapti. Bo'ldi 54 kilo. 654 kilo, adash. 60. O'zi ham qator bo'lib ketdi, kecha uzoq turib qoldi-da men yerda hali. To'xtash. Bo'ldi. O gilamini ham boshqatdan yayib qo'yish kerak ekan. Bu ikkinchisi. Mana sizniki ekani 600. Bering, aka berib turing. 601 kilo. 601 bo'ldi. 601 kilo. 601 kilo. 601 kilo chiqdi. Nariga lekin ko'p chiqdi. Bu yengilroq keldi. 601 kilo. 62,5 dan ketdi. Molni ham tepasiga narda otadigan bo'lib ketdi. Tiklayapti hozirmi? Necha sandi? Tarozini ko'raylik. 172. Bo'ldi 11. 475, 475. Kerak, oshda ko'ring, tarozini. 60 bin dan Alisher. 60 bin dan hozir yerga qo'y. Bu qanchadan bo'ldi ekan? 60.500. 60.500 so'm. 5 kilo sitkasi ham bor ekan. Bo'ldi.
bo'ldi 501 kilo chiqdi. 501 kilo 5 kilo sikari berasizlar. 501 kilo. 501 kilo. Endi bu shvedni ham ko'ramiz. Hozir buni so'rab. Qanchadan bo'ldi aka bu? Topib ko'ryapman. Prosta qiziqishga tortish ko'ryapti. Hop buni bilamiz. $635 kilo. 635 kilo. 635 kilo. Buni ko'ramiz. Qora bu qancha bo'ldi? 29 million 400 ming bo'libdi. Endi hozir kilosini bilib qo'yamiz. 461 tortmadingizmi? 461. 461. 475 chiqsa kerak deb taxmin qiluvdi xolos. 461 kilo chiqdi. Voy jonivor. O'zimiz tarozi oldida olamiz shekilli ponni. To'qol kelyapti shved. Ko'rib qo'y. Aka. Bu qancha bo'ldi? Ha, 60 mingdan. Mana oddiy baqaydigan ham 60 mingdan bo'libdi-da kiloga. Necha kilo chiqdi aka? 348. 348. Meniki hozir bo'lyapti. Bu qancha bo'ldi? Qora aka. Qora qancha bo'ldi? Noz aka. Prosta tortib olyapsiz qiziqishga. Necha kilo hozirmi? 515. 515. 515 kilo. 515 kilo. Tarozam patır bo'lib ketdi. O'zi 1-2 soat shunaqa bo'ladi. Novos bozor. Bosing. $390 oshiq ekan. Olib chiqing. Qiziqishga. 392 kilo. 392 kilo. Servis magazinde qancha o'rnik? 24 million. İlyos aka sizdanmi? Prosta. Ne? Bo'g'oz qilar. 24 million. 24 million. Vay qisir. Bitta qiziqishga. 470 kilo. 470 kilo. Necha kilo deyapsiz? 400. Qassob bo'lsangiz bo'laverar ekan. Necha 460 kilo degan ekan, 470 kilo. 10 kiloga adashdi. İlyos aka Novosga so'rasa bu gap yo'q. Mana buni kelganimizda savdo bo'layapti ekan. 39,5 midi? Ha? Bunisi 39,5. Ha, bunisi 39,5 bo'ldi. Narigisi 41. O hali uni qilyapti-da. Ha. 41 ga sotilibdi. Mana 39,5 bo'libdi. Chunki men uni savdo qilayotganda shunga keldim, ikkita Greenford taroziga ketyapti-da, shunga qiziqib ketib yordim. Hali kilosini bilib qo'ydi. Mana unga qancha berdi? 36,5. 36,5 beryapti ekan mana. Dehqonchilik. Qaysi kanaldan? Elyoruz aka. Chunki hozir katta buqalarni bir qism qilib olamiz. Ikkinchi qismiga kichkinaroqlarni obzor qilamiz. Boqmalarni boqmaga tashlaydiganlar. Bular endi qassob akalarga baqaman desa 2 kurar, buni baqsa ham bo'laveradi. Qasinga berdingiz aka? Qancha? Ekkoviga qo'yiq suyuq. 29,5 beryapti ekan ekkoviga. Pek. 29,5 ekkoviga pul berib turibdi. Ekkovi ham sho'q ekan, bitta odam savdo qilyapti. 29,5. Bu yerda ham xursandmiz. Hamma joy xursandmisiz bo'lyapti. Hozir ko'ramiz. 29,5 mana. Endi baqaman deydiganlarga taxminan bo'ylarini 1.15 shunaqa chiqadi. 1.15, 15 minusi bor ekkovini. 29,5 ga.
Pul bermadingizmi? Qancha berdingiz? 27 milyon 400 ming 2 oyga. 27 milyon 400 ming ikkoviga, mana shu ikkoviga pul beryapti hozir. 27 milyon 400 ming pul beryapti ekan. 24 milyon 700. 24 milyon 700 beryapti ikkoviga. Keling. Bor. Hey. Ya qo'shdim men bu. Aka boqasizmi siz bular? Yo sotasizmi? Boqqan olyapsiz. Yo, 29,5 beryapti ikkoviga. Boqasiz ekanda rangini. Shunaqa ati istab yurgan ekansiz. 29,5 pul berib turibdi. Hozir bergan. Rasha qizib qolibdi-da bu. Yo, sotilgan, hali baraka bo'lgan yo'q. Qancha pul beryapti? Qancha bersiz aka? Bo'l, chiqmaysiz. Hozir chiqmaylik. Bo'ldi, siz ham chiqmaysiz hozir. Mol o'zi olinyapti. Kiloga? Kichkina buqalar ham 59 mingdan kiloga bo'lib ketibdi. Yo, bunachilar. Qirg'iz buqalar, albatta, sirg'asi ham bor. Bu yerda 91 mi shunaqa pechat urib qo'ygan. Kiloga berilayotgan bo'lsa, ha, kiloga 60 dan berasiz deyapti. Kiloga 60 dan berasiz deyapti. Hali baraka bo'lgan yo'q. Просто so'rab turishibdi. So'rab turishibdi mana. 60 mingdan kiloga bering deyapti. Soting endi. Assalomu alaykum Ibrohim. Qancha beramiz? Kayfiyatlar 100. 100. Xudo xolasa qancha bo'ldi endi? Qolganlar bilib qoladi-yu. 9 kilo oldi. Olganni uyga olmagan tushiga kiradigan savdo bo'pti-da. Go'zal 9 millionga. Barakasini bersin deymiz. 9 millionga baraka bo'lib ketdi siraz mana. 9 millionga. Olganga ham sotganga valloh barakasini bersin. Xunajincha. Assalomu alaykum. Qori, sonlar yaxshimi? Qaysizniki? Simental, chiroyli. Necha yashar? 2 tish. 4 yashar. Ketyapti qarab. Aha. Qori qancha olganmidingiz buni ham? Necha oy vaqtingiz yo necha yil vaqtingiz? 15 oy vaqtingiz. Qanchaga olganingiz sir bo'lmasa? 15 millionga olgansiz. Qayerda olgansiz? Qaysi bozor? Yo'q, bozorda olganmiz. Uyda bitta qo'shnimiznikidan olganmiz. Ha, qo'shnisinikini olgan. Sigirni bolasi. Chiqqaningizda 1 yil olib chiqqan ko'ruvdi. Yana xudoning qudrat 2 oy oldinmi-da shunaqa. Buni qancha qilyapti? Buni 50 million qilyapti. 50 million qilyapti, bermadingiz mana. Olganman shunchaga deyapti, shu paytda deyapti. 15 oy baqqan ekan. 50 million qilib bermadingiz. Qancha aytdingiz? 65 mingdan aytdik. Yo'q, 70 mingdan aytdik. Kiloga. Kilogadan 70 mingdan kiloga aytibdi. O'tib beradi. Aytilgan baho muhim emas. Telefon nomerni qo'ying. 91lik 160 167 77 93 ga aloqaga chiqaverasizlar mana. O'zi ham o'ta kelgan. Endi odamlar juda yaxshi. Assalomu alaykum. Sonlar yaxshimi? O'zim siz dehqonlar uchun bittadan laykni bosib qo'yaverasizlar. Ko'rdinglar-a? Mana. Qanchaga pul berdingiz? Assalomu alaykum. Uni kichkina go'zakka yaxshi pul bersa ham bermayapti. Qancha berdingiz qori? 17 million 300 ming so'm. 17 million 300 ming so'm pul berilyapti. 17 million 300 ming. Mongami? Monosi 17 million 300. 17 million 300. Mana shu buqachamiz mana. Buqalardan ham bitta ko'rib qo'yinglar. 17 million 300 ga. Xursand bo'ling. Mashina talashyapti. Talashyaptimi? 400 ga ol degan ekan 300 beryapti ekanda 100 ming talashyapti ekan. Bularda ham savdo bo'lib turibdi yaxshigina. Bugun savdo qizyapti ekanda. Qizyapti, dadil. Mana bo'lmasa. 17 million 300 ga 17 million 300 pul beryapti. Voy shvet qancha bo'pti? Shvet. Bilmadim deyapti. Omala shvet kim oldi buni? 20 tepasida bo'pti. 20 tepasida. Aytmayapti.
Shved 19,5. Maşallah. 25 beramiz. 19,5 bo'pti omali zo'rinoq Shvedda. 19,5. 200 hali ham 300. Ekstra molni videoga olib keldim, naryoqda. 50 men qarang 50 mingni alda deyapti, sen to'laysiz. O'zdan yo'q, O'zimiz olib ketamiz. Qattiq ekan dedi. O'tgan aka bor baraka, o'zi olib chiqib ketadigan bo'ldi. 300. 50 bo'ldimi? 300 bo'ldi. Baraka bo'ldi. O'zi olib chiqib ketadi. 300 bo'ldi. Ketgan bering. 17 million 300 ga olgan odam olib chiqib ketadi. Ha, bu yerda ham ber bo'lyapti-yu. Qancha berdingiz Hoji tog'a? 15,7 beribdi. 15 million 700. Mana shunga 15 million 700. 15 million 700 beribdi mana. 15 million 700. Qancha oldi aka? 30 oldimi? 32 3 oldimi? 32 3 bo'libdi. Qancha berdilar? 16 million. Mashina olgan 16 million buqaga. Qo'shib gapiringni men gapiraman. 16 3 ta har dor bu. Yo'q, qo'shib. Ha, bozorni buzib qo'ying, unaqada qora. Gapiraman. 10 ming bo'lsa ham buzing. Shu. Bo'ldi. Demayapman. Bering demadim-ku. Bo'lam bo'lmaydi 16. Qo'shin deyapti. Baraka. Yo'q, foydasi yo'q. Qattiqlik qilyapti. Ishga oladi hozir. Aka bering aka. Bo'ldi, ishni yo'q qilyapti. Mana shu. Mana. Ular. Bo'ldimi? Men bo'lmadi. Bo'lmadi. Qo'shib gapir. Qoriq qanchada to'xtadingiz endi? 30 millionga chiqdi, maşallah. Bering endi akam, ham rasul uzoqdan beri, o 7 labdan beri savdo qilyapti. Qancha dedingiz? Aka ko'tarib, buni olsa ham monda Oling deyapti. 29,5 beryapti. Hozir 30 millionga chiqibdi mana. Mol ko'rib turibsizlar. 30 millionga. menga qarang aka. Aka. 30 million beryapti. Yigirma olti ham so'ragan deyapti. 26 so'ragan odam so'z odam ekan. Yo'q, hali berib bitish qiyin buni. Mazza savdo bo'lyapti. 29,5 dan 30 ga. Bu yerda ham bo'lyapti-yu, hamma joyda savdo. Qaysi bo'lyapti? Yo'q, 33 shekilli. Olaman desa ham oldirmayman shu oldi. Qancha berdi? Qancha berdi Shoysto? Bo'ldi, baraka. Baraka. 33 olganga ham sotganga ham Alloh baraka bo'ldi. 33. Mana. 16,5 dan 16,5 dan ketdi. 33 ga bo'yoq suyug'i. Keldi tars sotildi mana. Bo'ldi. O'zi ham chiqdi endi. Bo'ldi. Duo qilib qo'yadi endi Hoji tog'am. Hoji tog'a duo qilib qo'yasiz. Ko'chaga olib chiqaveraylik deyapti. Pulini endi ashitda osonroq sanashadi-da. To'g'risi. Olganga ham sot. Filni bolasi o'tib ketsin. To'g'risida. O bittasi bekarga va shu bekarga qolsin. Aka javob.
Baraka mana. Qanchaga bermayapti endi marhamatlilar? 18 million 600 var. Hakem. Mana 18 milyon 600. 18 milyon 600 pul beryapti. Yishiga javob bersangiz bo'ldi deyapti. Mana. Mana shu buqani 18 milyon 600. 18 milyon 600. Yo'q. 18 milyon 600 ga berilmayapti mana ko'rib turibsizlar. Marhamatlilar, savdo qilishib turishibdi. Hozir bitgan yo'q. Agar bitib qolsa, taxminan bo'ylari 1.12 ashnaqa chiqadi. Qancha beryapti aka? Xabaringiz bor? 20 milyon 600. 20 milyon 600 pul beryapti aka. Bo'ldi, chiqarib beradi. 20 milyon 600. 20 milyon 600 ga ketdi. Olib chiqib shu o'zi sotgan odam Dashi, olib chiqib beradigan bo'ldi egasi. O'zi olib chiqib beradi. Bu yerda pattasi rol o'ynaydi. Bu yerda chiqayotganingizda beradi. Qanchaga pul beryapsiz aka? Qanchaga? 32,5 beryapti aka. Mickey Mouse ekanda 32,5 beryapti. Sigir akani qo'rqitib 32,5 mana shunga. Naqd pul bo'lsa, pulimiz naqd deyapti. Yo'q deyapti. Bermayapti. 24 milyon. 24 milyon berilyapti. 24 milyon beryapti, bermayapti. 100 kammi? Ha, 100 kam 24 beryapti. Egasi 24 ga oling deyapti. 100 ming xullas yo'lam talashyapti ekan mashinaga. Bor. To'ppa to'g'ri. Bo'ldi. Qancha to'li? 24 millionga sotildi. To'g'ri, 24 millionga sotilibdi. Oyanga ham sotgan mollar barakasi. Mollar kerak bo'lsa aloqaga chiqishaver. Ayting telefon nomeri. 99 lik bilan 99 lik bilan 430 430 85 88. 85 88 ga aloqaga chiqaveradi. Mana. Umid aka, buni qanchaga bermadingiz aka? 24 ga. 24 ga bermadingiz. 24 million qilibdi. Bermabdi. Eng qizig'i. Dastavka bor. Dastavkasi bor, qarab turinglar. Birinchi qo'l. Arzon sotadi. 50 yozdan oldim desangiz, yana ham arzon qilishib beradi. Telefon nomerlari bilan, adreslar bilan hamma yo'g'i bilan qo'yamiz. Qiziq. 97 lik 835 38 ga aloqaga chiqasiz. Yemog'iga, ichmog'iga, hamma yo'g'iga javob beradi. 10 kunga. 10 kunga faqat bitta narsasiga javob bermaydi. Yashil kasalligiga hech kim javob bermaydi. Bu taraf bor. 50 yozdan oldim desangiz, arzon qilib beradi. Andijon shahar. Buni ustiga qo'shsa berib olasizmi? Mana ustiga qo'shsanglar, yursanglar, shu qilingan bahoni berib beradilar. Hozir bu yerda 5 tega. Qaysi birigadir qiziqi. Xo'sh. Hozir o'tamiz, bir obzor qilib beramiz. Hozir so'rab turishibdi. Pachka bo'lib, mana akamiz so'rab turibdi. Moni qarang, pachka bo'lib yotganlarini, mashalloh deb qo'yasizlar. Orqani qarang. Moni qarang. Hozircha savdo bo'lib turibdi, ajoyib emas. Voy jonivor, qarang. Bir-biridan go'zal u. Qanchadan berdingiz? 21 dan so'rayapti. 21 dan 5 o'g'ini, xullas, qo'yig'i suyib. Mickey Mouse desangiz qiziqadiganlar xohlagan turinglardan bor. Bu qarang, zuvachkalar orasida to'qol variantida 3 tasini shoqi bor, 2 tasini shoqi yo'q. 21 dan bermayapti. Lekin mana buni qarang. Telefon nomerini albatta qo'yamiz. 50 yozdan oldim deysizlar, sraz arzon qilib, yo'lida qilib, chiroyli qilib berishadi. Mana jonli ko'rib turibsizlar. Hozir savdo qilishib olsin, agar bitsa, baraka ko'p ketgan olmaymiz. Agar bitmasa, telefon nomeri bilan qo'yib qo'yamiz. Voy jonivor, moni qarang. Ayiq ekanda bu. Voy, dundi ham qarang. Joni sog' bo'lsin. Qancha bo'ldi qori bu? 57 dan, kilo 57 mingdan.
Hozir bilamiz. Hozir to'xtagan yo'q shekilli. 521. Neç pul o'tdi puli qori? 29 million 600. Başta 29 million. 30 millioncha bo'pti-da. Qancha bo'ldi aka bu? 18,5 pulga bo'pti. O'z tarozini bilish bor ekan-da. Kimdan aka? 5 kilo. 332. 332. Eksi 3 bitti 2. 332. 332. Ana bo'lmasa. Pul qancha berdi hoysa bunga? Hozirgisi 1,23. Ertalar barant berodimi? Ketdi. Va hozirgisi 1,23 beribdi. Hozirgisi ular qilib savdoni balandroq qilgan. Endi ertalabki bozor baribir ertalabki 1,23 qilyapti ekan, bermayapti ekan. Telefon nomerini qo'yamiz. Ustiga kimdir yursa sotiladi. Telefon nomerini ayting-da. 94lik 566 0135 ga aloqaga chiqaverasiz. Aytdi, munchaga bermayapman dedi. Ashir ustiga kimdir qo'shsa aloqaga chiqib olaverasizlar bemalol. Ko'rishinglar mumkin. Hoshda avvalingiz YouTube'ga chiqib olishingiz mumkin. Ana amaki uchun. Ana bo'lmasa. Boshlarida yo'q qiladi, qorinda to'q qiladi, aqlni ishlatadi, boshni ishlatadi. Kelamadi daraga payshanbani daraga. Bugun payshanbada ana daraga. Like bosib qo'yasizlar. Ama qoyil. Bekxonaligi bor. Bolaxonaligi bor. Ana bo'lmasa, mana shu joyga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mol olsanglar, talg'ir olinglar. Yoki bo'lmasa tanlab ol deyshadi. Olasizlar talg'ir olinglar, yoki bo'lsa tanlab. Xohlasanglar Eston olaman deysizlar. Ikkovi ham bitta joydan, ikkovi ham bitta joydan. Buni qori qancha berdi ikkoviga? Bugungisi. Bugungi savdosi aka 43 million 500 ming so'm savdo bo'ldi. 43 million 500 ming savdo bo'ldi, bermadingiz. Bermadi. Ustiga qo'shsa yursa sotamiz, xudo xolasa. Telefon nomerlarini qo'yamiz. Dastavkamiz ham bor. Dastavkamiz bor, har doim bo'ladi. Birinchi qo'l. Ayting qori. 90lik 542 33 13 50 rusdan oldim desiz, arzon qilib zuvachkalari og'zida ko'vish qaytarib turibdi. Sog'lom mol ko'vish qaytaradi deydi-yu. Siraz aloqaga chiqing. O'ta ham dahshat mollar. Bo'yin solishni boshlagan. Qarang bo'yinlarini. Mashalloh, ko'z tegmasi. Qalamon qiladi ertaga yettatiribsiz. Bo'yniga qiziqadi hammasi. Hali ham bo'zak ekan. Mana buni qarang, mana bittasi. Mana bittasi, ikkinchisini ham ko'rsataman. Ikkinchisi ham 96 million bo'pti. Shu bilan xuddi shu 96 million sotibdi mana. 96 million. Endi qog'oz 1 million 200 dan bo'lsa ham bir 70 ta 80 ta qog'oz bo'lib qolar, ha? 96 million pulimiz ham. Endi bilmadim, taxmin qilib aytayapman. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin deymiz. Buni qarang, bittasi. Mana bu ikkinchisi. Mana mollar ham sekin 96. Mana shu ikkovi-da. Tabiatingiz Abdulloh aka bo'ldimi?